O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Ertaga 30-aprel kuni O'zbekiston viloyatlarida qanday ob-havo bo'lishi prognoz qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 30-aprel kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatida harorat kunduzi 30-35 daraja, yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel-suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi.